Kibr aslida insonni bolalikda ota-ona tomonidan yetarlicha mehr olmaganligi va o'ziga bo'lgan ishonchsizligi sababli kelib chiqadi. Bunday insonlar qo'rqadilar. Men obro'li bo'lishim kerak, qimmatbaho kiyimlar, qimmatbaho mashina va hokazolar bo'lish kerak. Shundagina meni hurmat qilishadi, shundagina meni yaxshi ko'rishadi deb o'ylashadi. Va ular kibr qilib o'zlarini ichki holatlarini berkitishga harakat qilishadi. Agar bunday insonlar o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirsa, bolalikdagi salbiy xotiralardan voz kechsa va men qandoq bo'lsam ham shundoqligimcha qabul qila olishadi degan tushunchaga kirsa, uning uchun u oldin o'zini o'zi qabul qilish kerak. Shundan so'ng uni qabul qila boshlashadi. Unda u insonga kibrni, maskirovkani hojati qolmaydi. Men qandoq bo'lsam shundayligimcha hurmat qilishadi. Men qanday bo'lsam shundayligimcha yaxshi ko'rishadi degan tushuncha bilan yashaydi va kamtar insonga aylanadi.